Misol deganiga sizlar e'tibor berdinglarmi yo'qmi? Toshkent rostdan qimmat shahar ekanda. Juda ham qimmat shahar. Hattoki dunyoning eng qimmat shaharlaridan biriga kelib ham Toshkentning qimmatligini sezyapmiz-da. Juda ham qimmat ekan. Mana o'sha birinchi ana qilganim, Toshkentning qimmatligini his qilganim, o'zi ko'pchilik aytardi, Tokio, mana bu Osaka qimmat juda ham deyishardi-da. Biz keldikda bolalar bilan o'shani sushi yegan kirgan joyimizda o'yladikda, o'rtoqlar hozir kirib bir to'yib sushi yeylik dedikda, hamma xohlagandan yesin dedikda. Shunga qaror qildikda. Keyin kirmoqchi bo'ldik, kiryapmiz. Endi o'ylayapman, agar bu yer dahshatli qimmat bo'lsa, Toshkentda agar siz to'yib rolli emas, aynan sushi yesangiz, bir bo'lar 15-20 dollar bo'ladi-da, agar siz kirib sushi yesangiz to'yganingizcha. Keyin kirdikda raza yedik. Har xil aylanib keldi, keyin so'rayapman, chek yopilganida qancha bo'pti desa 60 dollar deyapti 6 kishiga-da. Qayta so'rayapman, aniq 60 dollarmi? To'g'ri bo'lyapsizlarmi deyapman. Toshkentdan arzon-da yoki mayli xo'p Toshkentda. Yo'q, faqat bularda bo'pti. Bu sushi afzallikka ega Yaponiya deyish mumkin. Boshqa tovarlar ham arzonda. Yo'q, magazinlarda ham juda arzon. Yo'q, men o'ylayapman. Uy va taksi qimmat. Keyin biz shunaqa qaror keldikki, shunaqa to'xtamga keldikki, bu yer arzon emas. Toshkent juda qimmat. Toshkent juda ham qimmat-da. Nega qanaqa qilib? Talab yo'q, mana boyaga aytgan gapim. Doim aytadigan gapim. Iste'molchi xudo emas. Kecha bitta yaponcha maqola aytildi-ku. Iste'molchi xudo bo'lgan. Mana yana noto'g'ri ma'lumotlar qilmanglar. Bu yapon maqoli. Iste'molchi diniy kontekst yo'q. Iste'molchi xudo bo'lmagan jamiyatlarda albatta narxlar baland bo'ladi. Ya'ni biz Yaponiyada iste'molchi xudo ekan. Bu yaponlarning maqoli ekan, hech qanaqa diniy anaqasi yo'q. Aytib berishdi, kitobdan iqtibos keltirishdi, iste'molchi xudo deyishdi. Ya'ni